Go'shtdan oling, go'shtdan aka. Ey, go'shtdan oling, mana go'sht turibdi, buyoqdagi turibdi. Ha, unda go'shtga qarab o'ylanasiz aka. Ha, Qashqadaryo og'ir keldimi? Bu Qashqadaryo bo'ladi aka. Bu lekin bu cho'poncha deyapsizlar, bizda cho'poncha boshqacha bo'ladi. Bu вообще shirin chiqibdi degan. Zo'r ekan. Ha, mana archalar. Dushi Qashqadaryo qarshi. Gap yo'q. Respekt. Mazza qildik. Ko'rdilaringmi? Bular Surxondaryo bolalari. Men bilasizlar, men o'rtadakiman. Qashqadaryo bolalari haq berdi meniki. Endi Surxondaryo bolalari bu go'shtni endi boramiz, qani Surxondaryo bolalarini ko'ramiz. Hozir kommentda Qashqadaryo, Surxondaryo bellash shart emas. Qaniki kimni go'shtni pishirish bo'yicha shirin. Shuni o'z fikrlaringizni aytib ketinglar. Xudo xolasa mashinani ta'rif qildik, narsa qildik, hamma narsa hal, hamma xursand. Xudo xolasa inshaalloh bundan ham zo'r ishlar qilamiz. Xudo xolasa. Shu akani tanib qolinglar. Xudo xolasa inshaalloh. Menga Sparkni berib, Padishga berib, Leon Kars jamoasini bosh qo'mondoni bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh xalqqa uchun harakat qilaveramiz, nasib bo'lsa zo'r bo'ladi. Jonlaring sog' Ko'p bo'lsin. insonni qo'llaymiz. Rahmat aka, umringiz uzoq bo'lsin. Joningiz sog'. Menga biri berdi, sizga Alloh million bersin aka. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin, gilamnisi, otaxonga sovg'a qilmoqchi ekansiz, yaxshi niyatda inshaalloh yaxshi kunlariga, xayrli kunlariga keyingi Xudo xohlasa mashinamiz ancha nima desam, Sparkdan ancha katta bo'lish nasib qilsin. Tayyorlab qo'yavering aka. Sekin Inshaalloh. hammasini olamiz. Aytdikmi bajarganmiz, chunki Surxonning bolasi biza. Hammasi Allohdan, biza sababini qilishda davom etamiz.